O'rtoqlar, futlar masalasi bo'yicha o'tgan gal auksionni ko'rdik. Mana ozgina vaqt o'tdi. Auksion tugadi. 1 milliard 161 million 100 ming so'mga qo'yilgan 11.611 ta futlari 928 million 880 ming so'mga yutib olishdi. Lekin biz emas. Biz bunga juda tayyorgarlik ko'ryaptik, lekin vaqt kam qolgani bilan zalogga tosha olmadik. Zalog polniy qatnash uchun 430 million so'm edi. Bizda где-то 300 million bor edi, qolganini topaman. Xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi. Biz qatnasha olmadik bu tenderda. Sabab vaqtimiz kam edi. Buxgalterimiz ozgina ошибка qildi, shu sabab qatnasha olmadik. Lekin kimdir qatnashib, bu yerda 3 ta odam qatnashgan, 3 ta firma qatnashgan. Vot. Va yutib olgan 928 millionga. Eslatib o'taman, agar eslasanglar, mana narxi ikkita futlarida silver bilan gold rangda, mana rasmlari, mana parametrlari. Men bundan 3 ta yetkazib beruvchi topdim. Bittasi yaxshi narx berdi, mana 1.2 dollar bitta donasi. Shunda jami molli narxi 14 ming dollar ham chiqmayapti. Mana pastda yozilgan. 2376 dollar silver va 11557 dollar gold. Uni pastda 14 ming dollar moli narx. Pastda mana bu yerda shipping fee by bus mashina, ya'ni avtobus bilan kelsa 1350 dollarga chiqarib yuboraman deyapti. Samolyot bilan shipping fee by air bo'lsa 12 ming dollar. To есть pastda molli narxida. Mol narxi 14 ming chiqyapti, samolyotda olib borsanglar 12 ming, 13 ming dollar chiqadi. Bu samolyotda olib boramiz, buni trakda olib borsangiz ham, mayli trakda yana 2,5 ming chiqsin. 16 ming dollar. Buni 2 ga ko'paytiramiz va so'mga 12.500 dan, hozir 12 ming so'm kurs. 410 millionga tushyapti. Nalog panoklari bilan bu yerdan 10 ming dollar foydasi bor. Kamida o'ldim deganda, xom sanashda 410 millionga o'zini tan narxi bo'lsa nalog paloklar bilan, mana pajalisda 928 millionga yutib olindi. Endi hammaga qiziq, kim yutib oldi? Tepadagi mana bu yerda 6 xonali sonni olamiz, lotto nomeri. Ko'plar mana buni qaraydi, lekin bu noto'g'ri. Noto'g'ri emas, neudobno. Состоящий сделки kiramiz, elektronniy magazin, filtrga lotto nomerini uramiz. Mana hamma ma'lumot. YTT yutyapti. YTTni yana nalogi past bo'ladi. Endi to'g'ri обороtiga bog'liq, lekin shunaqa. YTTni nomini ko'rsata olmaymiz. Nimaga ko'rsatmaymiz? Biz ochiq informatsiya-ku. YTTni nomini ko'rsata olamiz. Ism, familiyasi. Bo'ldi. Mana shu YTT yutib olibdi. Omad tilimiz barakali bo'lsin. Xullas shunaqa case. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimda shunaqa case bor? Kim umuman davlat xaridlarida ishlaydi? Billa kollaboratsiya qilib video olsak, qilingan, yutilgan case. Kimdir aytsa, mana men tayyorman deb yozinglar, billa video olamiz va bizga aytib berasiz qanaqa case bo'lgan, nima bo'lgan, qanaqa foyda qolgan, o'tib ketganlarga. Va keyingi videoni nima sohada olsam bo'ladi? Nima savollar qiziqtiryapti? Yozib qoldiringlar. Kim shu sohaga qiziqib bizda o'qimoqchi bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Ofisimizda ko'rishamiz. Hammaga xayr. Va buni praraботка qilganingda pulni ko'rsatardik-da. Mana bunaqa bo'ladi. Uni bratanga telefon qil, nomerga, "Aka, mana bunaqa nechta